Shahvat jonimni topib, shakllarni chizishni o'rgatadi maktabimizda. Orol va shaharlarni to'g'ri bilib olishni o'rgatadi maktabimizda. Orol va shaharlarni to'g'ri bilib olishni o'rgatadi maktabimizda. Assalomu alaykum, hurmatli onalar, buvijonlar. Avvalambor xush kelibsizlar. Mana bayram arafasida sizlar bilan yuz ko'rishib turganimizdan benihoya xursandmiz. Bola, kompyuter yaxshimi? Ha! Qanday? Mana alifboni o'qib tugatdilaringmi? Ha! Nechta 33 tami? 33. Ha? 34 ta. Bitta 33 ta ekanda hozir 33 ta pahlavon, 33 ta eng kelajakda Xudo xolasa mamlakatimiz uchun, xalqimiz uchun, ota-onalar uchun yetuk kadrlar bo'lib chiqadigan mana shu farzandlarimizning bugun alifbo bayramini tugatib, demak o'qishga o'tayotgan kunini nishonlayapmiz. Bu juda katta baxt ota-ona uchun, buvijonlar uchun, dadalari uchun bu juda ham katta baxt. Chunki bola maktabga birinchi qadam qo'yganidan boshlab turib bilimlar olamiga kirib keladi. Alifboni o'rganmagan, tushunmagan bola, daftarga qanday yozishni bilmagan bola maktabga o'rganadi. Maktab o'sha hayotida qaynaydi. Mana Xudo xolasa bular hozir alifboni to'liq o'zlashtirib, endi kitobni to'liq o'qiy oladigan darajaga yetdi. Buni o'zi ham ota-ona uchun juda katta baxt. Borini, mana shunday farzandlarimiz bor, qarang, bir-biridan chiroyli, bir-biridan lobar bular. Kim bo'lasiz qizim kelajakda? Mana ko'rdingizmi? Siz kim bo'lasiz? Tish doktor bo'ladi. O'g'illardan siz kim bo'lasiz? Ona, menisi ham ichida, tish doktori ham ichida, doktori ham ichida. Mana bularning ichida, qolgani, siz kim bo'lasiz o'g'lim o'rtada turgan, ha? Vatanga xizmat qiladigan bu kelgusi general bo'ladi bular. Mana bularning ichida hamma soha, doktori ham bor, o'qituvchisi ham bor, boyagi biznesmeni ham bor, turli xil kasbni egallaydigan har xil sohadagi insonlar bo'ladi, Alloh nasib qiladigan bo'lsa. Eng muhimi, farzandlarimiz yaxshi qo'llarda, maktabda, yaxshi maktabda o'qiyotganligi bu sizning baxtingiz. Shu maktabda o'qiyotganligi sizning baxtingiz. Men o'ylaymanki, Xudo xolasa, mana ustozi bilan birgalikda bu bolalarimiz dastlabki qadamlarni qo'ydi. Albatta, ustoz ham hali yangi. Bularga ustoz o'rgatadi, ustozga bular o'rgatadi. Biz hayotda shundaymiz. Haligacha o'quvchidan biz kerak bo'lsa o'rganamiz. Haligacha bizning yoshimiz katta bo'lishiga qaramasdan, demaymiz biz hamma narsani 100% bilamiz deb aytmaymiz biz. Chunki hayotning o'zi o'rganishdan, o'rgatishdan iborat. Biz ham o'rganamiz, ham o'rgatamiz ustozlar. Shuning uchun aziz bolajonlarim, sizlarga tilagimiz unib, o'sib, Xudo xolasa, birortalaring safaringdan kam bo'lmasdan
11-sinfgacha yaxshi ilmlar olib, mana shu maktabimizning sha'nini, obro'sini ko'taradigan fan olimpiadalari, al-Xorazmiy olimpiadalari va turli xil tanlov va ko'riklarda yuqori o'rinlarni egallab, bu o'quvchilarimiz xudo xolasa maktabimizning sha'ni, obro'sini, tumanimizning sha'nini, viloyatimizning sha'nini yuqoriga ko'taradigan insonlar bo'ladi xudo xolasa. Imonim komil, ilmli, ichida ko'p ham o'quvchilarimiz ko'p. Chunki ota-onalari yaxshi, chunki onalari yaxshi. Shuning uchun ham bolalarimiz o'qimishli, esli, hushli, aqlli. Biz bunga ishonamiz. Endi ustoz, mana ustoz Durdona qizimiz albatta boya aytib o'tdim, yangi bo'lishiga qaramasdan harakat qilyapti. Bolalarga shu bilim berishda o'zini bor imkoniyatini, salohiyatini sarflashga harakat qilyapti. Albatta o'qituvchi birdaniga shakllanib qolmaydi. Birdaniga o'qituvchi bilimi bo'lgani bilan bolalar bilan ishlash jarayoni bu juda katta. Buni o'zi bitta olam. Mana shu qizni o'zi bitta olam bilib qo'yinglar. O'zini xarakteri bor, o'zining turli xil xislatlari bor, qiliqlari bor. Uni o'qituvchi anglab, tushunib 34 tasini joyiga qo'yguncha bu 1 yil emas, 1,5 yil, 2 yil balki vaqt o'tadi. Ana undan keyin sizga moslashadi, siz o'qituvchiga moslashasiz, o'quvchilar o'qituvchiga, o'qituvchi o'quvchiga moslashadi. Hozirgi jarayon bu albatta qiyin jarayonda ketyapti. Mana bu qizimiz hali bu hali o'qituvchi deyish maqomiga yetish uchun ozgina vaqtimiz bor. Shuning uchun Dona, senga topshiriq bo'ladi mana ota-onalarning oldida. Mana shu harakatlaringni, shu intilishlaringni, shu bilim darajangni, bolalarga berayotgan bilimingni hech qachon susaytirmasdan, siz Dilorom opaday ustoz bo'lishingiz uchun juda katta mashaqqatli yo'lni bosib o'tishingiz kerak. Buning uchun esa bu oson emas bu. Juda og'ir narsa. Farzandlarga bilim berish bugungi kunda o'zi bo'lmaydi. Bu bolalar aqlli bolalar, bu bolalar tushungan bolalar. Bu bolalar kerak bo'lsa buvisi, dadasi, oyisi bilmaydigan, ana ichiga kirib, telefonlarni ichiga kirib titkilab chiqadigan bolalar bular. Demak, biz bulardan bir qadam, ikki qadam oldinda yurishingiz kerak. Kerak paytda bola bo'lasiz, kerak paytda o'qituvchi bo'lasiz, kerak paytda ustoz bo'lasiz. Bu hayotiy haqiqat bu. Tushunyapsizlarmi? Bolangizni hatto siz bilmaysiz xarakterini. Lekin bu opa bilish kerak. Nima yoqadi, nima yoqmaydi. Siz bilishingiz mumkin, qaysi ovqat yoqadi bolamga, qaysi ovqatni yoqtirmaydi. Siz uni bilishingiz mumkin. Lekin buni insonning xarakterini, uning hislatlarini, hissiyotlarini o'qituvchi bilishi shart. Ana shundagina siz o'qituvchi bo'lib, o'quvchilar bilan birgalikda, hamkorlikda kamchiliklarni tugatgan holatda bularga chuqur puxta bilim berib, qani o'quvchiga qanday yondashish kerak, qanday podxod qilish kerak, ruscha aytganda, qanday yondashish kerak. Kimgadir yaxshi gap, kimgadir yomon gap, kimgadir baqirish kerak, kimgadir hammaning o'ziga yarasha xarakteri bor. 34 ta xarakter bor. Shuning uchun bu ustozimizga oson emas. Men fursatdan foydalanib sizga kuch-quvvat, sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik, eng muhimi oilaviy xotirjamlik va shu bilan birgalikda yangilikka intilib, bolalarimizga eng oxirgi pedagogik texnologiyalar asosida dars o'tishga men tilakdoshman. Ana shu Dilorom opaning, Gulbahor opaning, Mohir opaning yo'lini senga ham bersin. Ana shundagina biz senga xalqimiz, ota-onalarimiz, kerak bo'lsa ustozlarimiz rahmat aytadi. Aziz o'quvchilar, yaxshi o'qiymizmi? Qaysi maktabda o'quvchilar bular? 8-chi. Yaxshi bo'lmadi. Qaysi maktab? 8-chi. Qaysi maktab? 8-chi maktab. Barakallah. 8-chi maktabda o'quvchilari zo'rdi. Qani? 8-chi maktab. 8-chi maktab o'quvchilari? Barakallah. Mana. Hammalaringizni tabriklayman. Muborak bo'lsin. Bu bayram bir umr xotirasida qoladi, xudo xolasa bolalarimizda. Chiroyli qilib mana Javlon akamizni rasmga tushiradi. Bu sizlarga umrbod esdalik bo'lib qoladigan daqiqalar.
mana shu daqiqalarni bir chiroyli, mazmunli qilib o'tkazish hammamizga bog'liq. Kelinglar, kayfiyatimizni ko'taraylik. Bolalarimizni o'sha qo'shiqlaridan, musiqalaridan, she'rlardan zavq olaylik. Zavq. Hayot juda chiroyli, juda go'zal hayot. Hammasi farzandlarimiz uchun, bularning kelajagi uchun, bu yangi O'zbekistonning yangi farzandlari uchun. Xudo xolasa. Hammalaring sog' bo'linglar, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Harflar tilga kirib, marhamat bolajonlar. Bilimlar mamlakati boshlanar alifbodan 30 ta do'stimiz bor. Bizlarning alifbodan alifboni o'rgangan bolalar jim turmaydi. Harflar tilga kirib, odamlarday so'zlaydi. Bobomlar sevgan el, momomlar bilgan el, ardoqdan ardoqli g'urur bilan to'lardi. Mening ozod makonim gullagan chin maskanim O'zbekiston atalgan xazon bo'lmas chamanim. Mustaqil bo'lding bugun ketdi yurakdan tugun olamga dong'i ketgan diyorsan baxti butun. Rahmat bolajonlar, joyingizga tushib qolamiz. Assalom aziz maktab, assalom mehribon qalb, assalom ey ustozim. O'zingiz boshlang, birdan yordam bering. Adam boshlab alifbo ayt. Bor bo'ldi maktabim buyuk bo'lmoq maqsadim bag'rimga o'qib albat bo'lmas sodiq farzand. Don kerakdan dostonim, vatan bog'u do'stonim, dunyo turguncha turgin, doim obod bo'lgin. Ertaklarcha sevaman, yurtak joni tilam, har narsani kaliti, to'sram bu bilimda. Faxring san aziz vatan faxrlarga to'laman, unib o'sib bag'rimni senga qalqon bo'laman. Gulmang gullar, ochilaman bahorda, yurtim yoshli, oyli, yaproqlarim chiroyli. Hozir javob bo'laman, misolda g'izlolaman, hozir kashman do'stlarim, buyukdir orzularim. Ilm hisobda olmayman, ikki baho olmayman, intilib yuksaklarga erishgan istaklarga. Mikrofonga yaqin turib ayt. Yaqin tur. Qo'limga qalam tutgan mehribon, sizga rahmat lozim, doim bo'ling sog'-omon. Dunyo bilan yonboshini cho'tkalab, sharaf hadya tabiatdan o'tkalab, bo'yim 6 metr bo'lsa ham suv ichaman o'zimda cho'kkalab. Kitob menga o'rtoq o'rloq, ko'zlarim nuri har choq uloq, qo'ymayman, qo'llarimdan qo'ymayman. Lola 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 jon, lola
Tog'lardagi gul alvon iforlaring taratib bog'larimda bo'lmayman. Nevalari asaqat mehri qalbimga payvand meni go'zal chamanim O'zbekiston vatanim. Norim nasibam yo'qdi, har bir nomimni noshkur nodomim meni xalqim. Onajonim olamga oftob sochgan quyoshsiz, mehringiz daryo misol tog'larga yetkazasiz. Hasharga kelgan do'stlar. Qalbim ochib qalbim och, ikkimiz ayirmasin, qalbi qora qarg'alar qanoting qayirmasin. Rost so'zlamoq odatim, rostgo'ylik saodatim, nur ziyo tilmas go'y inson bo'ladi. Suv bo'lmasa hayot yo'q, suvsiz o'lmaydi nihol, suv bu obi hayotdir, suvni qilmaylik guvoh. Tarozining toshi bor, tog'larning ko'z yoshi bor, taraqqiyot yo'lida so'nmas yuk quyoshi bor. Ustoz ulug' mo'tabar, o'qitlari tilazar, o'qitgan chekib rahmat. Ustozga ming rahmat. Vodiylarning gullagan vatan bog'larinchaman, bag'rimga yelakashlar, men baxtlarni quchaman. Xalqlarga xabardor, xayr xosga ko'zlar, xotira ham xazina, qanchaslarga dunyoda. Yer harfini yo'qlasangiz yo'q, yerdan yondirma. Yo'l yurib yo'l ko'rsatish kerak. Bir olim bo'lay desang, ziyoga to'lay desang, kitobga bo'lgan o'rtoq, kitob o'qigan xatchoq. O harfma o'rtoqjon o'qigan ishda o'zan o'qib o'rgan erimma o'g'ilmengiz bor. Bir harfma ham qo'yman g'olib, doim g'alati, g'alaba hamroh menga g'oliblik go'yatadi. Samodek sosmasira, daryodek tosmasira, yerga sosma saxtina, mehta top baxtina. Che harfichidanli chaqqan chaqmas, chaqaman chegaradan juv chiqayapman. Men birikma harfni olmay bo'ldim. Sen so'y u o'rgan teng qarang. Kimning kelsa bergisi, mendan tutuq bergisi, vazifamda sergakman, o'zimda kerakman. Harflarni tanidim, yetib oldim sirga, so'zlar tussa bo'larkan birini qo'shib biriga. Alloh o'qish vazifam, to'ymayman o'rganishdan, olimlar ham ilmni boshlagan. Rahmat aziz ustozim, mehringiz dilimizda, yoshlikda olgan bilim, nur sochar yo'limizda. Alif bani tugatdim, endi o'qib olaman, so'zlarni qo'shib birga jumla to'qib olaman. Qancha o'nli undosh bor, hammasida bilaman, to'plab bilim zehningda, sizda xursand qilaman. Yurgan
taraftan başka tarafta koy. Lazım olursa. Güzel yaptım zireli, biri ben şireli. Güzel yaptım zireli, biri ben şireli. Yüreğim bağına gireli, yüreğim bağına gireli. Kızıl güller gireli, kızıl güller gireli. Naz dilen ahya, kızıl dilen gibi ya. Naz dilen ahya, kızıl dilen gibi ya. Yapamam okşatıp, redineni kakşatıp. Lan yapamam okşatıp, redineni kakşatıp. Enem aytan etmiydi, enem aytan etmiydi. Tandıra buyum yetmiydi, tandıra buyum yetmiydi. Naz dilen ahya, ısılı dilen gibi ya. Naz dilen ahya, ısılı dilen gibi ya. Sıkınalı yakanı kolları der görmesin. Sıkınalı yakanı kolları der görmesin. Anlı kuşboy, hidinen anlı kuşboy. Hidinen dillerimiz yeyresin, dillerimiz yeyresin. Ağlasızlar enceni, sındırasız tülçeni. Ağlasızlar enceni, sındırasız tülçeni. Naz dilen ahya, ısılı dilen gibi ya. Naz dilen ahya, ısılı dilen gibi ya. Naz dilen ahya, ısılı dilen gibi ya. Naz dilen ahya, ısılı dilen gibi ya.
icrosida mikrofon boshlaydi. Chegaramiz yetim qalqoni jonfido Mahmud Askari. Marhamat, o'g'il bolalar ijrosida bayrog'im qo'shildi.
mash'ali yongan vatanim bayraming muborak mening jon tanim quyosh kulib boqqan elimga hardam an'ana to'ylarga to'liq chamanim bayrog'ing boshingda hilpirar porlagay istiqbol mash'ali bayrog'ing boshingda hilpirar porlagay istiqbol mash'ali qush oy yulduz yaltirar xalqondir o'zbekning askari qush oy yulduz yaltirar xalqondir o'zbekning askari Открываю двери без ключа. Налетели как саранча. Стал богаче, даже богача. Раскидался как Джеки Чан. Тут такой красавчик, тут такой молодец. Мужиком будет стать мальчик, мужиком станет отец. Тут такой мути-пути, а ты что ли борец? Ладно, тогда мы не будем. Вижу, ты тоже самец. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Меня зовут Бекзат, но все зовут меня. Восьмое чудо света.
я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Менге Сунбек болады, но меня все знают как. Короче, бека нас учат танцы. За ним охотятся папарацци. Чека, авторитет гигантс. Когда он шутит, надо смеяться. Учит всех нас, как подняться. Наш жигет сол спайсом, лучшая комбинация. Бека — это лучшая иллюстрация. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. I am David Beckham, but everybody calls me. Endi navbat bolalarimiz ijrosidagi alifbe qo'shig'i. Alifbe Rahmat bolajonlar. Endi navbat onalarimizga o'zimizni sovg'amiz bor edi, arzimagan bo'lsa ham qabul qilasizlar. Ona bu shodlik.
Rahmat aziz bolajonlarim. Arzimas bo'lsa ham farzandingizni sizga bo'lgan shunchalik mehrini qabul qila olasiz. Mustaqil yurt bolalari, boshingiz suygan dil, ardoqlagan barkamol avlodsiz. Rahmat. Shu bilan savodxonlik bayramimiz yakuniga yetdi. Endi o'quvchilarimizni guvohnoma bilan tabriklab qolamiz. Shavkat Shamshor, siz eng birinchi alifbeni o'qib tugatib, hamma harflarni o'rganib oldingiz. Endi siz vatan, ona kabi ulug' so'zlarni o'qiy olasiz, yoza olasiz. Yodingizda tuting, savodxonlik guvohnomasining sohibi doim a'lo o'qish, namunali xulq egasi bo'lishi lozim. Tabriklayman. Mikrofonga gapiring. Toshtemir va Shabbona. Solijon va Malak. Barakallah qizim. Yaxshi o'qishlaringda tilakdoshman. Chapakchalonni teksin. Tursunali Shiroz. Yo'lchi Farqon.
Esqulov Behruz. Sobitxo'jayeva Mubina. Esqulov Imron. Esqulov Muxlisar. Shuhratov Kamron. Hasan va Shahina Bonu. Azimov Asliddin.
Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Bolajonlar, savodxonlik bayramlaringiz bilan tabriklayman. Hammalaringizni kelayotgan bayramlar bilan tabriklayman. Avvalosi ustoziga ko'p rahmat. Rahmat sizlarga ta'lim berganlaringiz uchun. Arzimasa ham sovg'alarimizni qabul qilasiz. Tabriklayman. Sizga katta rahmat. Xush kelibsizlar. Aytganchingizdan chiqdi, rahmat, bolalar shuncha tabriklayman, o'ynatib, harakat qildirganingiz uchun ko'p yashang. Rahmat. Butun